Hayırlı günler. Men Hasanov Hadi. Kosabish maktabidan psixologiya o'qituvchisi. Mana shu bayramga men yil sayin kelib, uzun yilda birinchi yilni bu yildan birinchi yil bo'ldi ot biza bo'yicha uyushtiruv begaybat uyushgan. Otlarda ko'p kelib, motor, ko'ngilli, kuni da bek motor bo'ldi. O'zimning ot bilan keldim. Otning ismi Qoshqa. 8 yoshlik, bek aqlli ot. O'zimga o'xshagan deb aytibdi. Ну, bek ko'ngilli, rahmat uyushtirishlar ham bunday kelgan kishiga degan boshqa kishiga bir rahmat. Xo'jaligingda ko'pmi ot bor? Xo'jaligimda 3 bosh ot bor, oti bir, toyi 2 indi. Ular yuk otlari endi sizningmi? O'zimning shu otning toyi, onni endi üstüremiz Allah bilsa, avasa endi shu saban to'yga jigu uchun aslamdan endi boqcha ishlarına tırmalarga, tigiz to'yga shu uchun tutamiz. Shabishqa otlar tutarga o'ylamasizmi? Otlarim yo'q. Kaya yaşta barayında hazır. Aslına o'yinda o'lib bo'ldi. Mana necha yil endi siz hozir ot asraysiz? Benim barısı indi ot asrav, ot jigularim 36 yılga jiga. Texnikumni bitirib qaytuga tutunganım. Ugiz tejiktim endi men ugiz yılında elde istev ugiz kızıl ugiziga ana Qozonga xatli bardim. Keşe yılında keşe de yüksek parada endi. Çıkmagan ebi qolmadi endi. Maymun. Yarıya krokodil yıl. Hammani bugungi bayram bigirekte narsasi bilan o'xshadi sizga. Sevetim. Kunda motor uyushtiruv daybat mana bularning nazak sana qoldiruvlari bor endi. Onun için bitmemiz ot jikka kishilar ertangi soat 5 da chiqqan kishi endi biz. Ertaroq bo'lsa yaxshi deysiz endi nima bo'laklavlar. Ertadan boshlab bunday bo'ri, nima ishsin anga aytdim, shoy kerakdir aslida. Yara o'ngishlar sizga.